Diqqat! Buxoroda 13 nafar korrupsiyaga qarshi kurashishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan rahbarlar ishdan olindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Buxoro viloyatida korrupsiyaga qarshi kurashishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan rahbarlarga nisbatan ta'sir choralarini qo'llash masalasi ko'rib chiqildi. Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengash raisi Tanzila Narbayeva boshchiligida G'ijduvon tumanida bo'lib o'tgan sayyor majlisda viloyat jinoyatchilikning oldini olish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish ishlari holati tanqidiy tahlil qilinib, bu borada mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygan mutasaddi rahbarlarga nisbatan qat'iy choralar ko'rilishi bo'yicha Milliy kengash qarori qabul qilindi. Shunga ko'ra, Milliy kengash qarori bilan viloyatdagi bir qator davlat idoralari va tashkilotlarining 18 nafar turli darajadagi rahbarlariga nisbatan 13 nafar rahbar lavozimidan ozod etilishi, 3 nafariga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazish hamda 2 nafariga nisbatan hayfsan jazo chorasini qo'llash bo'yicha qaror qabul qilindi, deyiladi ma'lumotda.